Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mening ismim Qosimjon Qodir, Qarmay Maytog'dan. Men tuvanda ikki qarindishimning tutilib ketilganligidan guvohlik bermoqchi. Cho'ng ocham Ruqiya Qodir 51 yosh. Bu ocham bundan 1 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Tutilib ketilgan yeri Dongjang Jididan, o'zi Urumchida o'tirishliq. Bu açam sebepsiz tutulup ketkenliğin keyin bir aydan keyin qizi Arzu Ömer. Qizi Arzu Ömerni yana chaqatib ekitib shu eketgancha bu ikkisining hech bir izlari yo'q. Shu vaqtlarda aloqa ancha-muncha aloqa qilg'il bo'lgan ekan, shu ikkisining tutilib ketganligidan xabardor bo'lgan. Shundan keyin hozirgacha hech qanday aloqa qilmadik. Boshqa urug' tuqqanlarimning tutilib ketganligini yoki qandaq holat ekanligini hech bilmadik. Shuningdek men bu yerda bular ustidan guvohlik bermoqchiman.